Axir operatsiyalari jarayonida Suriyadan, Iroqdan yuzlab bolalar o't olov iskanjasidan O'zbekistonga olib kelindi. Bolam, mahzun ko'zingga quvonch qaytdi, tong qaytdi. G'o'ldiragan tilingga bulbuli zabon qaytdi. Alanglaysan ortingga, qirg'in kelar yodingga, o't ichrani qotildan, ajaldan omon qaytdi. Bir to'g'ram non panjangda, qaltiraysan qinjida, balki onang pachmurda, ko'ngliga iymon qaytdi. O'rgimchak uyasidek, dahshatdan qotgan nurda, o'z yurtingda osuda, yuzlaringga qon. O'nchoq ko'zingda mungdod, otangmi, onang sayyod, dunyosiga or faryod, chirqirab isyon qaytdi. Qo'rquving hurkitgali, ko'z yoshing quritgali, jonida ovutgali, kabutar osmon qaytdi. Iqbolingga ona yurt, yurt otasin ko'zi to'rt. Bo'lgin qo'rg'on sor burkut, demakki qalqon qaytdi. Gunohing yo'q o'ksima, baxt poyingga cho'ksina. Bolam, murg'ak ko'ksingga, vatan ichra jon qaytdi. Ganj tola soching bolam, xaridor ochun bolam, surrai yosin bolam, qalbingga Qur'on qaytdi.